alaykum Jalol ota servis muxlislari. Bu mashinamiz qanaqa mashin? Ko'ryapsiz, daraxtni qattiq quchoqlagan mashina. Uje mana yonboshdan qarasa, mashina o'zi holatini ham yo'qotib yuborgan. O'ta achinarli darajada o'ta qattiq bo'lgan. Xudoga shukrki, mashinaning ichidagi shofyorimiz faqat oyog'i singan, hech qanaqa qattiq ziyon yetmagan boshqa taraflariga. Sog' salomat. Shu holatida biz mashinani 2023-yilda ishlab chiqarilgan 80 million so'mga oldik. Shu mashinamizni endi yangi ramaga, ya'ni yangi kuzovimizga, detallarsiz kuzovimizga o'tkazib, chiroyli qilib terib, sotuvga chiqaramiz. Mashinani qaysi holatda kelganini ko'rsatyapmiz. Nechta rasxod ketishi. Mana shunday urilganda jentraga, ya'ni avariyni jentra olib taqlasa, avtomat korobka qanchaga tushadi deb chiroyli video qilib beramiz. Biz kuzatib boring, ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa rag'batlantirib, biz like bosib qo'ying, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Mana shu mashinalar haqida kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Videolarimiz chiqyapti, lekin kommentariylarimiz odamlarning reaksiyasi kam bo'lgani uchun kam video chiqaryapmiz. Iloji boricha sizlarni bizga bildiradigan anavlaringiz, o'sha reaksiyalaringiz, kommentariyada fikrlarni o'qib, o'shani rag'batlantirib, ko'proq videolar, foydali videolar chiqaramiz. Hammaga rahmat, biz kuzatib boring. Ish jarayonini boshlaymiz. Hozir buni salon qismlarini ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana salon qismlari ham torpedalarigacha buzilib ketgan. Narxini endi 80 million mingga stroyt qildi, oldim. Endi ko'pchilik qimmat deyish mumkin. Mashinani faqat yiliga e'tibor berasizlar. 2023 avtomat korobka, motor korobka zavod bo'lib turganligi uchun shu narxga olindi. Endi misol 2015 da ham taylab aka 80 million olasizmi degan gap bo'lmasa, iltimos yiliga avtomatligiga qarab narx chiqaveradi. Hammaga rahmat. Çıkaramadım kırınç. Onu tut, bozdan içiyordun mu? Ne şapal yaptı? Ha? Maşında kantener freyan var eken. Hali yangi maşında bana kantener freyan çıkıp yaptı oldu. Gitsin indir. Ha, sen çekiyorsun. Al. Kapat. Qani o'g'lar? Ichkarida 14 yechilganmi? Asta bu firqalarni sindirib olasiz. To'xta. Ovluqma. Motorda mana silli, balka, malka, gidravlika, javlik chiqarib qo'ydik. Xolasa shu turishini bosamiz narkozimizga. Orqachasimiz mana javlik. Xolasa mana elektrik bollarimiz motorni, nima edi? Partidan tagini teryapti. Motoris shogirdlarimiz xudo xolasa xadovoy chasti polni teryapti. O'z motorlar o'tdi. Mana bu yerda hech nimani tushunmayotgan shogirdimiz bir nimalar qilib yotdi. Hazillashamiz. Avarasam biladi, shogirdlar yaxshi mana xudo xolasa teryapti. Tamam, o'tkiz beraverdim. Partidani yo'yapmiz xudo xolasa. Sakin. Oğlum sıkıntı ha. Un secondo, guarda qui. Hadi oğlum. Yaxshi o'zimiz. Hadi yaxshi. Qayda ekanmiz? Lochin polvon.
Bo'ldimi, kirdimi? Plastik ko'zak keting, o'tib Bo'ldi, kirdim. Mashina bilmayman ki. Shunga kim yo'q? Sizlar topdingmi? Yo'q. Pastga qarang, past. Asıl. Sen bir bana bir nakit zentrişik. Bu? Bu da burada nakit bu. İki tarafına gitar tuşla. Bu uçuk dur. Bu da uçuk dur. Ini saya kan. Az eşik istiyorum, eşik. İhtiyat bu. Sonra bak şuradan. Centramızı Xudo xohlasa oldi bu ferini qo'yilyapti. Bu yoqda elektrik bollarimiz mana mayda chudasini ulyapti. Xudo xohlasa Buxorodan olib kelgan jentramiz уже polirovka qilyapmiz. Mana hozir yarmini qilganmiz. Bu tarafini 2 ming najdek bilan olganmiz. Sabab 3 ming talik bilan olganmiz. Sabab mana bu detal kraska bo'lgan. Shuni evaziga buni olmasa bo'lmaydi. Chang tushadi, boshqa tushadi, suv keladi. Mana bu qilingan taraf mana hech qanday suv, chang bilinmaydi. Mana kirlolar bitta tiniq chiqqan. Mana bu taraflarimiz hali endi bir boshdan bo'lyapti hozir. Mana bu zadni kirlomiz bo'lgan mana. O'ta chiroyli oynacha chiqyapti. Bu zadni kirlar radnoy. Mana radnoy holat qanday chiqqan? Mana bu kirlomizga sepilgan mana. Sepilgan ham xuddi o'shanday chiqqan. Hech qanday rangi farq qilib yoki bir radnoy bilan kraska sepganimiz har xil bo'lib qolmagan. Endi bagajimizga kelayotgan bo'lsak, bagajimizda mana o'ta chizig'i ko'p. Bu radnoy bagaj, o'zini bagaji. Mana endi bizlar o'tgan mana. Hozir mana polirovkani changlar tushgan, lattalarni to'rsa o'ta tiniq turibdi. 2 sloy o'tganmiz, 3-chi sloyni ham o'tamiz. Mana farq. Zavodskoy, или changlarni artsak. Biz kuzatib boring, Xudo xolasa mana farqini ko'ryapsiz. Polirovka bo'lmagan, qandaychalik chizilib ketgan, polirovka bo'lgan joy. Ishimiz ketyapti, bu taraflarni ham chiroyli qilib taxlab, polirovka qilib, idealni qilib chiqarib beramiz. Mashinamiz ham chizga bo'lyapti. Xudo xolasa mana torpedkalar o'zi bo'ldi o'zi. Mana apshekkalarimiz ham o'ta tiniq qilib, birdan ham chizga qilib, chiroyli qilib beramiz. Hurmatli kanalimiz a'zolari, Xudo xolasa jentramiz, ya'ni 80 million olingan Buxorodan olingan jentramiz tayyor bo'ldi. Buni oformilni qilganmiz. 7 million 800 ming so'm nomer texpasportiga ketdi. Mashinani ofshir rasxodiga shu holatiga kelish uchun 50 million so'm ketdi. Ramaga terib, idealni qilib terib chiqdik. Xudo xolasa mashinani ofshi bizga tushgani 130 million so'mga tushdi. 12 ming dollarga sotdik. 140 million plus minus shu atrofiga mashina sotildi. Hammaga rahmat. Biz kuzatib boring. Siz Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Shunaqa qattiq urilgan, yonib ketgan, DTP bo'lgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Top bergan 100 dollar hadyamiz bor. Siz Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Hammaga rahmat. Biz kuzatib boring.